Assalomu alaykum. Hurmatli Azizimizni aşağıda kuzatib boruvchilari, ijtimoiy tarmoq YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, Xudo xolasa Namangan viloyati hop Tergachi chorva bozoridamiz. Akalar, Xudo xolasa bugun sotilayotgan va olinayotgan narx-navolarni realni qilib, katta, kichik, yosh qilib narx-navolarni sizga bugun yoritib beramiz. Akalar, 2026-yil, Xudo xolasa 30-yanvar haftaning juma kunida turibmiz. Avvalo hamma jumayam muborak bo'lsin. Akalar, Xudo xolasa yaxshilab joylashib, musofirdagilar, bozorga chiqolmaydigan hoji onalarimiz videodan like bosib, podpishka qilib, videoni oxirigacha kuzatib borasiz. Biz narxlarni chiqarib ma'lumotni olib beramiz. Akalar, like erinmay bosib turasizlar, sizlar uchun 85 kilometr bosib keldik inshaalloh akalar. Bo'lmasa biz videoda boshladik. Uzmagan holatda. Hop, mana g'opda akalar. Nech pul ekan bu aka mana shu? 16 milyon kam. 16 milyon. Savdo bo'lmadimi aka? Nech pul berishdi? 13 milyon 800 ga berilmabdi aka. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, ko'pchilik telefon nomerini so'rab keting deyishyapti. So'ragan. Yomon ko'rishyapti, sababi bozorda sotgan kelgan insonlar, hammalar, savdogar akalarimiz so'rab qo'yamiz. Eston nech pul ekan aka? Hojbo, Eston. Nech pul deyapsiz buni? 21. Savdo bo'lmadimi? Savdo bo'ldimi? Nech pul qilishdi? 16 milyon 200. Bozorlaringda bersin. Obunachilar, mana shu bozorlarni sekin bilib boraverasizlar. Bular kimlar ekan aka? Sizdanmi? Nech pul bular? Ola. Hammasini Yetimish? To'rttasini ha? Azbekmiz. Nech pul qilyapsiz lan? 3 yillik to'rni yapti. Firmadagilarimiz. Obunachilar. Yaxshi. Hop, keyingisini so'ramiz. Nech pul ekan bu boyaga? 15 milyon. 15 milyon? Savdo bo'ldimi? 13 milyon novvochamiz. Yaxshi. Lekin bermayapti. Nima? Bering aka. Savdo qilyapsizmi? Ularga 700 qilishni bermadim. Boyagi 1.5 qilyaptilar. Qizcha bor ekan, ha? Xudo xolasa nasib qilar. Aka, bular nech puldan aka? Ya usta aka. O, sizdan aka. Narxini aytishmas ekan shu. Nech pul deyapsiz aka? Qaysi biri? Mana. 20 dan. 20 dan? 20 milyon. Qaysi kanal aka? Azbeguz. 20 milyondan aka, Azbeguz. Mashtar ketdilarga kirib olamiz. Bu nech pul ekan bu aka? Nech pul deyapsiz? Savdo qilyapsizmi? 18 milyon so'm. 18 milyon. Berilmayapti ekan. Hurmatli obunachilar, mana shu. Like'larni bosib o'tiringlar, mehnatni qadrlab turinglar. Bu olalar nech pul aka? Jupa? 50 milyon. Jupa deyapsizmi? Savdo bo'lmadimi aka? Savdo bo'lmadimi? 7 milyon so'ra. 7 milyon deyaptilar aka. Jupani. Bular nech pul ekan tog'a? 21 dan. 21 dan? 21 milyon. Mana. Xudo xolasa holatlari yaxshi. Mana Shved savdosi bo'lmadimi? 19 gacha berishyapti. 19 milliongacha. Azimiz. Yaxshi. Bu nech pul aka? Savdo bo'lyapti-ku. Savdo qilyaptilarmi? ha qilyapti. Nech pul? 100 ga 16. 100 ga 16, 15 million. Bolamizni bitkazmay. Yaxshi. Katta ham bor ekan. Romantik. Rossiyadagilar. Musofirdagilar hammasiga omad. Gap yo'q ekan. Bu nech pul ekan bu aka? 35 milyon kam bor. 35 milyon.
Savdo berishdimi? Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir ekan. Yaxshi. Bolasi zo'r ekan. Barodali. Gap gapiraymi, gap o'taymi? Kalla oshlari ham. Sen shu gapni gapirarkan sen musulmon bo'lsang. Bu necha pul ekan aka? Chiroyli ekan, necha pul deyapsiz buni? Buni 24 deyapman. Savdo qilishdimi? 21 berish. Otqalar ham ko'rsanglar, udor narsagina. Ko'chadi zo'r ekan obunachilar. Alloh dahshat ekan. Bu necha pul ekan bu aka? 23 bering kamam. 23 savdo bo'lishdimi? 21 o'tayni ishyapti, qo'shib bering dedim. Oz-oz bilan bitadi, ha? Xulosam, shu bir qator so'rab beraveramiz. Aka, bo'g'ozmi, qisirmi bular? Qisir aka. Qisirmi? Necha puldan bular? 20 dan keyin 20 dan savdo bo'ldimi? 32 qilyapti. 32 jupiga. 32. Jupiga 32 bo'lyapti ekan arkadaşlar. Bu necha pul ekan? 30 million. Bo'g'ozmi, qisirmi? Qisir. Qisir, ha? Hali yoshgina. Baraka bo'lyapti. Savdo bo'lyaptimi? Necha pul berdilar? 25 million. 25 million. Yaxshi. Ama zo'r ekan, ha? Bola oladigan ekan. Do'stimi? Tarvora deydi. Hop, qani endi qaysini so'raylikchi? Mayli so'rashi. Necha pul ekan bu aka? 24 million kami bor deyapmiz. 24 million savdo bo'ldimi? Ha, bo'lyapti. Necha pul bo'lyapti? 21 million. U hali 22 ga o'tib ketdi. Zo'rasha qolgan. 21 22 sredna. Hali bo'zak bu, ha? Bo'zak. Yarim yasharli bo'zak ekan. Kurak chiqarmoqda hali. Yaxshi, zo'r. Endi mashina ham so'raqchi. Aka, bu olon necha pul ekan? Chiroyli ekan. 25 million. 27 bering kam bor. Bo'zak kichkina. Ha, bo'zak. Savdo bo'lmadimi aka? Necha pul qilishdi? Sizga ham 25 million. 25 million. Bo'ylari 1.30 bor ekan. Shvet sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? 25. Yaxshi. Sotilibdi 25 ga. Bu necha pul aka? Ushab turibdilar ekan xolos. Bu shvet necha pul aka? Shvet. Savdo qilyapsizmi? O'shayda aytganman hozir. Shvet necha pul ekan, tova? 30 million. 30 million. Mana bir sana shuni 30 million. Bu necha pul ekan bu? 25 million. 25 million. Bo'zakmi yo kurash qilib? Kurab ham. Savdo bo'ldimi? Ha, 25 million bo'lyapti. Aka, bu to'qol necha pul ekan bu? Zo'r ekan. Necha pul deyapsiz? Ha? 30 kam bu. 30. Savdo qilishdimi aka? 25 savdosi bo'pti lekin yaxshi. Papasini ham ko'rsatdilar. Holat zo'r ekan. Quloqlari ham qilich ekan. Bu necha pul ekan bu aka? 35 kam bu. Savdo qilishdi. Qaysi yo'l bor? 35 kam bu. Savdo qilishdimi? 31. Taroziga ham gipurlash kerak, 31 bo'pti. Yaxshi. Bu necha pul ekan, tog'a? Necha pul deyapsiz buni? 30 million. Savdo bo'lmabdimi? Savdo bo'lmabdi. Savdo qilyapsizmi mashina?
Oldingizmi buni? Nech pul? Narxini aytmayman. Shved sizdanmi? Nech pul bu? Oldingiz nech pul bu? 26 Zo'roqsiz. 26 million zo'roqsiz. Shved. Yaxshi. Ha bahoda. Olib qo'yva. Qancha bo'ldi? Bu nech pul ekanmi? 24,5. 24,5. Savdo qilishdimi aka? Savdo qilishdimi? 24,5 bo'lyapti. Ha, 24,5 bo'lyapti. Ha. Qirg'oqda turg'onlardan ham bitta olaylikchi. Ha. Boshla kimdan ekan aka? Egasi endi keladi. Egasi yo'qmi? Savdolar egasi bo'lganda. Qaysi biri sizdan tog'a bularni? Ha, bizga yo'q. Hop, beyda egalari yo'qlar ekan obunachilar. Endi nariga ko'tib olar ekanmiz. Obunachilar endi salamani oshirib qo'yib oldik. Endi mana bu sirlarni ham boshqacha noyoblari bor ekan, o'shalarni ham so'rashga harakat qilamiz. Olib. Boshqachalari bor ekan. Buni olasizlar-da, aka, Greenfordlar? Nech pul bu? Nech pul ekan bu aka? 40 milliondan kami bor, bo'g'oz aka. Bo'g'oz emas ya? Hammasi bo'g'oz. 40 milliondan kami bor ekan. Telefon nomer qo'ymaydilarmi aka? Telefon nomer qo'ymasmikanlar? 94 303 80 ha? 15 kunda tug'adi xudo. 15 kunda ya? Yaqin ekan obunachilar. Balola qiziqayotgan variant insonlar uchun mana. Yaxshi. Buni oldingizmi aka, sotarsizmi? Oldingizmi? Sotilmaydimi? Sug'arib ketdi. Oldingizmi aka? Nech pul bu? 40 bo'g'ozmi? Boshiga qaraganda nihoyat yo'q. Nech pul ekan bu aka? Tagi ham chiroyli. Bo'g'oz shikli? Bo'g'oz 9 o'yli bo'ldi. 32 ham. 32. Savdo qilishdimi? 29. Yuvosh aka. Bag'dan ko'rib olinglar-da. Nech pul ekan bu sigir? O akaniki shu. Nech pul deyapsiz bu shved aka? Shved nech pul deyapsiz? 35 million. Bo'g'ozchilar? Bo'g'oz. 5 million. Mana bo'g'oz. Savdo qilyapsizlarmi aka? 500 million. 29. Berilmadi, ha? Yaxshi. Baylab qo'y degan. Buni katta ham savdo bo'lyapti-da. Savdo qilyapsizmi aka buni? Nech pul bo'ldilar? Nech pul bo'ldilar? 45 million. Yaxshi. Hop, endi qisirlarni so'raymiz. Sekin obunachilar. Bu nech pul aka bu aka? 18 qisira. Savdo qilishdimi? Nech pul qilishdi? 15. Bunisi bunisi. Sotildimi? 18 ga sotildi neredeyse. Shved nech pul ekan? 23.
23 million. Yaxshi. Tog'al ish qilyapsiz buni? 4,5 qilyapti. 17,5. Bu nechi pul bu? Buni beraver. Nechi pul? 1,5 beryapti. 11,5. 11,5. Savdo bo'ldimi tog'a bu? 4,5. Ha, 17,5 savdosi bo'ldi. Sizniki nechi pul? Bo'g'ozmi qisirmi? Menda bari qisir hammasi. Hurmatli obunachilar, bugun aralashtirib olyapmiz. Sababi bo'g'oz chiqarsak, qisir chiqarsak, novoz chiqarsak, undan shunga so'rashganicha aylantirib chiqaryapmiz. Hammalaringlar bosib ko'rasizlar. Bu nechi pul ekan bu aka? 15 million kam bu. 15 million kami bor. Savdo bo'ldimi? 12,5 yaxshi. Olindimi aka? Bilmadim aka. Oldilaringmi? Yo'q, shopini olinmay qancha bo'ldi? Olinmabdi. Nechi puldan ekan bu cho'l? 500 ming so'm yana beraman. 17dan? 8,5 pul beraman. 17dan. Qisirlar. Ya unaqa qilma. Yoshlarimiz. Bunaqancha qisirlar. Hop. Boshi oq nechi pul ekan aka? 13 million. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? 10 million 500. 500. Yaxshi. Shvet nechi pul aka? 19 kam bo'ldi. 19. Savdo bo'ldimi? 16 savdo bo'lyapti. 16 million savdosi bo'lyapti. Yaxshi. Oyoq qo'llar yaxshi. Bu nechi pul ekan bu? 16 bering. 16 million 200 dedilar. 16 Nechi pul ekan bu ola? 15 million. Savdo bo'ldimi? Nechi pul bo'ldi? 15 million. 15 million. 15 million bo'ldi. Savdosi. Yaxshi. Qoralar nechi pul aka bular? 16 da akasi bor. 16dan. 16dan kami bor. Savdo bo'ldimi? 29. Yaxshi. Nechi pul aka bular? Aka 15 ta kami bor. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti. Nechi pul qilishdi? 13 million 700 qilyapti. 13 million 700. Shvedmi? Orasini. Azbek. Bu nechi pul ekan bu aka? 13 qilyapti. 13. Obunachilar podresi ham olib turinglar. Podresi obuna olib tursalaringiz, xudo xolasa xizmatiga harakat. Nechi pul ekan bu aka? Bu yerda ozgina kami bor. Savdo bo'lyaptimi? Nechi pul bo'ldi? 200 kam 16. 16. 200 kam. 16. Yaxshi. Bu shvedlar nechi pul ekan bular? 20 million, 21 milliondan ergilar. Savdo qilishdimi? Har xil bo'lyapti. Chiroyli narsalar ekan. Xolos chiroyli narsalar. Hurmatli obunachilar. Mashg'ullanmayapti, like bosib qo'yasizlar. Nechi pul ekan bu aka? 12,5. Savdo qilishdimi? 11 savdo bo'lyapti. 11 million so'm savdosi bo'ldi. Yaxshi. Ola nechi pul aka ola? Ola nechi pul deyapsiz ola? Nechi pul deyapsiz? Nechi pul deyapsiz? 13 million. Savdo qilishmadimi? Savdo bo'lyapti. 11 million 200 100 bo'lyapti. Mana shvet nechi pul aka?
Evet, aka 18 milyon kam bor. 18 milyon. Yaxshi. Bozorni bersin. Nech pul ekan bu aka? 20 milyon aka. 20 milyon. Qoni tozalarishkida. Shunaqa Yaxshi. Bu sizdan bu aka buni? Mana sizdan. Nech puldan bular? Mana 6tasiga 16 ta, mana bu 17. Telefon nomeri qo'yasizmi aka? Ha? Sotganmi? Telefon nomeri aytasizmi? 93lik 93lar 542 542 2006. 2016 dastlabki vodiy bo'lib ha? Qaysi biri ma'qul sog'inashlar telefon qilasizlar. jigarim. Tanlab olar ekansiz. Hozirgi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Hop, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bugungi videolarimizga yakun yasaymiz. 20 minutda o'tib qolibmiz. Hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin. Like bosib esdan chiqqan bo'lsa, mehnatni qadrlab turasizlar aka.